marketda shakarga aksiya boshlandi. Qani ketdik, narxlarni bilamiz. Qani ketdik. Azbeka shakarlarga aksiya boshladi deb eshitdik. Narxlar bo'yicha aka bir tanishtirib o'tsangiz. Ha. Bu shakarlarimizga bugundan 5 kun aksiya e'lon qilganmiz. Yangi mahsulotimizga. Hindiston shakarimiz. Beliznasi yaxshi. Xorazm shakari o'xshab yirik. O'ta melki emas. Narxi 12 ming so'mdan kilogram. Ko'polanganga ham bir xil. Agar qoplangan bo'lsa yana xayri bor, o'tib beramiz. Chiroyli qilib beramiz. Bu aksiyamiz aytganimdek 5 kun davom etadi. Agar ko'plab murojaatlar bo'lsa, aksiyamizni yana uzaytirishimiz mumkin.